temir yo'l kesishmalari orqali harakatlanish. Transport vositalarining haydovchilari temir yo'llarni faqat temir yo'l kesishmalari orqali poyezd, lokomotiv, drezinalarga yo'l berib, kesib o'tishlari mumkin. Temir yo'l kesishmalari ham piyodalar o'tish joylari va chorrahalar kabi tartibga solingan va tartibga solinmagan bo'ladi. Tartibga solingan kesishmalarda harakatlanish svetoforlar, shlagbaumlar yoki kesishmadagi navbatchilar bilan boshqariladi. Tartibga solinmagan kesishmalarda svetoforlar, shlagbaumlar va tartibga soluvchilar bo'lmaydi. Temir yo'l kesishmasiga yaqinlashib kelayotgan haydovchi yo'l belgilari va chiziqlariga, svetoforlar ishoralariga, shlagbaum holatiga, kesishma navbatchisining ko'rsatmalariga amal qilishi, yaqinlashib kelayotgan poyezd, lokomotiv, drezina yo'qligiga ishonch hosil qilishi shart. Kesishma yo'l belgilari, yo'l chiziqlari, svetoforlar va ishoralar beradigan boshqa vositalar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Haydovchi temir yo'l kesishmasiga yaqinlashayotganda u yerda o'rnatilgan harakatlanishni tashkil qilish texnik vositalari talablari va kesishma navbatchisi ko'rsatmalari asosida ish tutishi kerak. Haydovchi avvalo tartibga soluvchi ishoralariga, hattoki ular svetofor ishoralariga, yo'l belgilari va yo'l chiziqlari talablariga zid bo'lganda ham amal qilishi kerak. Doirasimon oq rangli miltillovchi ishora temir yo'l kesishmasi orqali harakatlanishga ruxsat beradi. Aslini olganda, ushbu ishora ahamiyati bo'yicha chorrahada yashil ishoraga o'xshaydi. Berg shlagbaum haydovchi uchun taqiqlovchi ishora. Agar biror sababga ko'ra svetofor ishlamayotgan, shlagbaum esa ochiq bo'lsa, bunaqa kesishma tartibga solinmagan hisoblanadi. Bunday holda haydovchi kesishmadan o'tishda yaqinlashib kelayotgan poyezd, lokomotiv, drezinaning yo'qligiga ishonch hosil qilishi shart. Temir yo'l kesishmasiga quyidagi hollarda kirish taqiqlanadi. Svetofor ishorasidan qat'iy nazar, shlagbaum yopiq turgan yoki yopila boshlagan holatda, kesishmani to'suvchi qurilma ko'tarilib turgan yoki ko'tarila boshlagan holatda, shlagbaum holatidan qat'iy nazar, svetoforning taqiqlovchi ishorasida, kesishma navbatchisining taqiqlovchi ishorasida. Navbatchi haydovchilarga oldi yoki orqasi bilan turib, tayoqchani qizil chiroq yoki bayroqchani yuqoriga ko'tarib tursa yoki qo'llarini yonga uzatsa. Kesishmadan keyin hosil bo'lgan tirbandlik tufayli haydovchi kesishmada to'xtashga majbur bo'ladigan hollarda, agar ko'rinish chegarasidagi masofada kesishmaga poyezd, lokomotiv, drezina yaqinlashib kelayotgan bo'lsa, bundan tashqari taqiqlanadi. Kesishma oldida turgan transport vositalarini qarama-qarshi harakatlanish bo'lagiga chiqib, aylanib o'tish, shlagbaumni o'z boshimchalik bilan ochish, kesishma orqali transport holatida bo'lmagan qishloq xo'jaligi, yo'l qurilish va boshqa mashina hamda mexanizmlarni olib o'tish, temir yo'l distansiyasi boshlig'ining ruxsatisiz tezligi soatiga 8 kilometrdan kam bo'lgan transport vositalarini harakatlantirish. Kesishma orqali harakatlanish taqiqlangan hollarda haydovchi to'xtash chizig'i 2U5 yo'l belgisi yoki svetofor oldida ular bo'lmaganda shlagbaumga kamida 5 metr, shlagbaum bo'lmaganda esa birinchi temir yo'l iziga kamida 10 metr qolganda to'xtashi kerak. Temir yo'l kesishmasida majburan to'xtab qolgan transport vositasining haydovchisi darhol odamlarni tushirish va kesishmani bo'shatish choralarini ko'rishi shart. Shu bilan bir vaqtda haydovchi imkoniyati bo'lganda yaqinlashib kelayotgan poyezd mashinistiga to'xtash ishorasini berish qoidasini tushuntirib, ikki kishini temir yo'l yoqasi bo'ylab ikkala tomonga 1000 metr masofaga, agar bir kishi bo'lsa, uni yo'l yaxshi ko'rinmaydigan tomonga yuborishi, transport vositasi yonida qolishi va umumiy xatar ishorasini berishi, poyezd ko'ringanda to'xtash ishorasini berib, u kelayotgan tomonga yugurishi kerak. To'xtash ishorasi qo'lni kunduzi yorqin mato parchasi yoki aniq ko'rinadigan biror narsa bilan, tunda esa mash'ala yoki chiroq bilan gir aylantirish orqali beriladi. Umumiy xatar ishorasi bo'lib berilgan bitta uzun va 3 ta qisqa tovushli ishoralar seriyasi xizmat qiladi.